gapirishi kerak bo'lgan odamlar hozirda ko'pchiligi jim bo'lib qoldi. Ana shu jimlikning asosiy sababi nima? Qo'rquvmi? Yo'q. Nima? Jilovlab bo'lmas muhit, ijtimoiy jamiyat va yoshlar. Foydasi yo'q deb tushungani uchunmi? Oldin 1-2 marotaba qarshi bo'lib ko'rdi, yana aytdi, kuchi yetmadi va buni davom qilish befoyda ekanligini tushunib yetdi. Misol uchun aytganda, hozir trenddagi ko'rsatuvchilar, yoshlar yoki trend qilib olayotgan TV ko'rsatuvlar ko'proq xulq-atvoriga qarab emas, ularni tarmoqlardagi videolarini ko'rilayotgan soniga qarab chaqirmoqda. To'g'ri. Buni negizida moddiy manfaat yotadi. Oldinlari hozir ham juda ko'p ziyolilarimiz bor, yosh kattalar bor. Jamiyatga kerak bo'lgan so'zlarini saqlab turgan insonlar bor. Lekin ularga afsuski yo'l berilmayapti. Ana shu sizning savolingizga to'siq deganda qonuniy yoki qandaydir jismoniy to'siq yo'q. Yo'q. Ularni tinglovchi yoshlari o'zi buni xohlamay qo'ydi va muhitni o'zi shunga o'zgartirib yubordi.